Assalomu alaykum atsanlar. Bugungi darsimiz qo'rim kabob. Buning kerakli materiallar bor. Miqdordagi go'sht. Endi bu go'shtga shu sen mayliroq go'shtni salam bo'ldi. Yoki buniga jigar aralashtirib salam bo'ldi. Ondan agar quyruq mayni yaxshi ko'rsanglar, ozroq quyruq may aralashtirib o'tib, qozon qo'ygan mayning miqdorini ozlasanglar, yana ta'm o'zgacha bo'ldi. Ondan so'ng piyoz, muvofiq miqdorda zira, qarmoch, tuzlar biz mush materiallar bilan qo'raymiz. Qozonga shu go'shtning miqdoriga asosan mayni qo'yib, ko'p may qo'yib o'tmanglar. Oldi bilan quyruq mayni yoki go'shtning maylari qismini solib, ozroq qo'rib tutlar, qarg'a go'shtni solamiz. Endi bu qora lo'q go'shtlarni solib qo'rdik. Endi bu go'shtni pishirgan vaqtda bu agar cho'ngroq qo'yib bo'lsa, bu tezroq pishadi. Agar kichikroq qo'yib qolsa, tez pishadi. Cho'ngroq qo'yib qolsa, buningga oxirida ozroq yarim piyola atrofida suvni qo'yib, qozondan to'qin dumlab yeb turib pishiramiz. Ravus shu go'sht churqalib kengiz qo'raymiz. Buningki ay barbara, ay mushta meye chiqadi. Men go'shtning maylari bor. Endi buningga so'ng piyozni solib qo'raymiz. So'ng piyozni olib ko'pikni o'xshaydigan go'shtning miqdoriga asosan tansiqlar bo'ldi. Yoki yaxshi ko'rsanlar asosan qisqalar bo'ldi. Endi yoki so'ng piyozning o'rniga ma'aradagi piyoz ishlatsanlar bo'laverdi. Ammo piyoz ishlatgandek ta'm bilan so'ng piyoz ishlatgandek ta'mning ozroq farq chiqib qoldi. Bu go'shtimizni qo'rilib, bir xalaravrisda pishdi. Agar cho'ngroq qo'yib bo'lsam, shundan ozroq suv qo'yib, qozondan to'qin yeb turib pishirsanlar bo'ldi. Endi buningga ziradan, qarmushdan, tuzdan sepamiz. Endi bu qarmushning miqdorini ko'proq qilsanglar, xuddi bozordagi kaboblardek ta'mli chiqadi. Bu kabobimizni tayyor bo'ldi. Shunday qiyishlik o'zgacha holatda, shu sho'rib pishni oldidan qurbon etib qo'yib degan vaqtlarda qilib yesanglar shunday o'zgacha bo'ldi.